Aytishlaricha bir choy qoshiq asal oshqozonni davolaydi. Rostmi yolg'onmi? Men sizlarga hozir gastroenterolog fikrimni aniq va tiniq aytaman. Foydali bo'lishi uchun asal bilan davolanishni yaxshi ko'ruvchi tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Asal haqiqatan oshqozonni shilliq qavatini tinchlantiruvchi, antioksidant xususiyatiga ega mahsulot hisoblanadi. Lekin u kasallikni asosiy sababini yo'q qilish xususiyatiga ega emas. Misol uchun, oshqozon yazvasi, ya'ni yara kasalligi bo'lsa, uni sababi Helicobacter pylori degan bakteriya. Asal u bakteriyani o'ldirish xususiyatiga ega emas. Yoki bo'lmasam ichakdagi qanaqadir muammo, kalit, qonashli bo'lsa ham asal qanaqadir yallig'lanishni olib, sizlarga noqulaylik, tinchlantiruvchi effektini beradi, lekin davolamaydi. Shuning uchun agar sizda og'riqlar, ko'ngil aynash, jig'ildon qaynash va shu kabi shikoyatlar uzoq muddat bo'lsa, asal bilan davolanib yurmang, mutaxassisga uchrang.